Hammaga salom. Azaldan odamlar boshqalarning alomatlariga qarab, ularning fe'l-atvorini aniqlashga harakat qiladilar. Inson qoni bilan bog'liq sir-sinoatlar hozirgacha to'laligicha o'z yechimini topmagan va bu borada izlanishlar davom etmoqda. G'arb shifokorlari qon guruhiga qarab ham odamning ichki dunyosini bilishi mumkin degan fikrga keldilar. Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, turli irq vakillarida har xil qon guruhlari yetakchilik qilishi mumkin. Misol uchun Yevropa odamlarida 2-chi, Sharq aholisida 3-chi, negroid irqi vakillari orasida 1-chi qon guruhlari ko'p uchrar ekan. Hozirda 30 dan ortiq qon guruhlari mavjud, lekin eng asosiylari 4 tani tashkil etadi. Qon guruhingizga qarab xarakteringizni bilib olsangiz bo'ladi. Agarda sizga qiziq bo'lsa, marhamat, tomosha qiling. 4-chi qon guruhi 1000 yillar muqaddam Hind-Yevropeid va mongollar qo'shilishi tufayli vujudga kelgan. Bu guruh egalari hayotda ko'pincha aqllariga tayanib emas, yuraklariga quloq tutgan holda ish ko'rishadi. Hayotda quvnoq, har qanday vaziyatdan chiqa oladigan bo'lishadi. Uncha narsa ularni bezovta qila olmaydi. Ular bir vaqtning o'zida ham ishlab, ham dangasalik qila olishadi. Va'da berishda albatta ustidan chiqishadi, lekin vaqti bilan serzarda ham bo'lib turishadi. Ular sevishsa afsonalar haqiqatga aylanadi, xayolparast bo'lishadi. Bu qon guruhidagi erkaklar aqlli, iste'dodli va hissiyotli bo'lishadi. Ayollar esa latofatli, hissiyotli va o'ta talabchan bo'lishadi. 3-chi qon guruhi bundan 10 000 yillar ilgari yangi iqlim sharoitiga ko'nikish natijasida vujudga kelgan. Bu guruh odamlari oliyjanob, ta'sirchan, bosiq, o'zlariga va o'zgalarga nisbatan o'ta talabchan bo'lishadi. Gap so'zlarga hamisha ham e'tibor qilmaydi. Ularning salbiy xislatlaridan biri shuki, boshqa jins vakillari bilan tez chiqishib ketadi, lekin bu bilan ularni yengiltak deb bo'lmaydi. Ular har qanday odamni alday olishadi, lekin hech qachon yomon maqsadda yolg'on gapirishmaydi. Ular uyquchi bo'lishadi, sevilib yashashadi. 3-chi guruh erkaklari ayollarni hurmat qiluvchi, ochiq ko'ngilli va saxiy kishilardir. Ayollar esa nihoyatda maftunkor va oqila uy bekalari hisoblanadi. 2-chi qon guruhi aholining ilk bor ko'chishi tufayli 25 000 yillar ilgari vujudga kelgan. Bu qon guruhi egalari intiluvchan va ishga mas'uliyatli bo'lishadi, tartib va tinchlikni xush ko'rishadi. Ular yonib sevishadi, oqibatli bo'lishadi va shu bilan birga osongina tashlab ketishlari ham mumkin. Har qanday sharoitga tez moslasha olishadi. Shuning uchun ish yoki yashash joyining o'zgarishi ularni tushkunlikka solib qo'ymaydi. Ularning kamchiliklaridan biri qaysarliklaridir. Pand yeyishdan qo'rqishadi, mas'uliyatdan cho'chiydi, lekin o'z ishini ustasi bo'lishadi. 2-chi qon guruhiga ega erkaklar tortinchoqligi bilan ajralib turishadi. Ularning ko'nglida nelar kechayotganini ko'zlaridan bilib olishingiz mumkin. Ayollar esa vafodor va ajoyib uy bekalaridir. 1-chi qon guruhi eng qadimiy va eng keng tarqalgan bo'lib, 40 000 yillar ilgari vujudga kelgan. Bu guruh vakillari qaynoq qonli bo'lib, jahllari tez va jizzaki bo'lishadi. Lekin shu bilan bir qatorda ular mehribon va dilkash inson qiyofasida ham paydo bo'lishadi. O'zlarini qadrini bilishadi va o'zgalarga ko'makdosh bo'lishadi. Lekin nimadandir norozi bo'lib, qoniqmay yurishadi. Bu guruh vakillari biror bir yomon xabardan keyin o'zlariga kelishi qiyin bo'ladi. Ularni asosan xotiralar qiynaydi. Bu odamlardan qattiqqo'l va yetakchi rahbarlar chiqishi mumkin. Bundan tashqari ular harakatchan, xushmuomala, irodali va o'zlariga ishonuvchan bo'lishadi. 1-chi qon guruhiga ega erkaklar boshingizga kulfat tushganda hech qachon tomoshabin bo'lishmaydi. Ular ajoyib, sadoqatli do'st hisoblanishadi. Bunday erkaklar qalbini ko'proq mag'rur ayollar zarb eta oladi. Bu guruh ayollari esa hissiyotli va rashkchi bo'lishadi. O'zingizga bino qo'ymang, mag'rurlikni unuting, chunki bu illatlar maqsadingizga erishish uchun sizga to'siq bo'lishi mumkin. Sizni ko'zingiz qaysi rangda? Ko'z rangiga qarab ham odam xarakterini aniqlash mumkin. Agarda sizga qiziq bo'lsa, kanalimizda shu mavzuga oid qiziqarli videorolik mavjud. Aziz muxlislar, sizlarni do'stimiz Farruh Muhiddinov kanali bilan tanishtirmoqchimiz. YouTube'dagi eng zo'r o'zbek sport kanali. Agar siz sport muxlisi bo'lsangiz, ushbu kanal aynan siz uchun. Eng yangi video lavhalar, sport yangiliklari, musobaqalar birinchi bo'lib aynan shu kanalda namoyish etiladi. Kanalga obuna bo'lish uchun podpisatsiya tugmachasini bosing. Farruhning kanaliga o'tish uchun ssilka videorolikning ostki qismida bo'ladi. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like ni bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.